Bir bola keldi, oyog'i cho'loqroq, ozg'in, nozik, nogiron bola. Keldida, "Otaxon," dedi, "menga bir imkon bering. Soatni men bir qidiray. Uni topsam o'sha sovg'angizni menga bering," dedi. Boy aytdi, "Sen birodar bolam, senga men shunday bir qo'chqor beraman. Shunday beraman. Mendan senga hadiya o'sha. Sen o'zi bir kasal bola bo'lsang, biz katta yordamchilar bilan yo undan keyin sendaqa 20 bola u soatni qidirdi, topolmadi. Shuning uchun bir qo'chqorni men senga shunday hadiya berayda, sen uyingga keta qol," dedi. "Yo'q, menga hadiya kerak emas, sizniki kerak emas, men o'zim mehnatim bilan topaman," dedi. "Qanday topasan? Sen o'zi yarimta bo'lsang. Menga bir imkon bering," dedi. "Bo'ldi," dedi u. "Mayli, mana bu somonxona, soat yo'q qolgan. Mayli, haqqoniy o'sha gap, soatni topsang senga bir qo'chqor." Kirdida 3 daqiqadan keyin qaytib soatni olib chiqdi. "Shumi?" dedi, "Soatingiz?" "Ha," dedi. "Mana soat," dedi, "topdim," dedi buni. Hayron bo'lib o'rnidan turib, "Subhanalloh, sen buni qayerdan topding? Qanday topding?" deganda, "Men kirdim, quloqimni yerga qo'ydim. Somonni ustiga qo'ydim va eshitdim. Soat chiqillaydi-ku. Soatni chiqillashi qayerdan kelyapti? Ohista eshiklarni yopib men tingladim. Soatni chiqillashi o'ng tomondan kelayotgan ekan. Uni keyin quloqim bilan eshitib o'shanga yaqinroq bordimda, somonlar ichidan soatni topdim," dedi. "Subhanalloh," dedi-da, soatni berdi. Bir qo'chqorni yordamchiga aytdi, "Buni uylariga yetib berasan," dedi qo'chqorni endi. Mukofoti shu. Keyin shunda boy o'yladi. Demak, har bir ishda inson g'ala-g'ovur, urush, janjal, to'palon, olomon bilan ish masala hal bo'lmaydi. Masalani bir eshiting. Masalaga go'zal yondashing. G'azab qilmasdan, kibr qilmasdan yoki boshqa narsalarni ro'kach qilmasdan, birodar, agar masalani biz eshitadigan bo'lsak, tinchlik yo'li bilan, Alloh taoloni o'zi biz sizga bu masalani uchini yechib beradi.